Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'ying. Musofirdagi yurtdoshlar diqqatiga. Registratsiya, трудовой договор, продление документа, рассрочка va INN hujjatlarini qilish kerak bo'lsa, unda aynan bizning 6 yillik tajribaga ega o'z vatandoshlari uchun eng halol va ishonchli xizmatlar endi aynan siz uchun. Yuqoridagi xizmatlar sizga kerak bo'lsa, hoziroq bizning quyidagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. Rossiyadagi noqonuniy migrantlar uchun ajoyib xushxabar. Endi rasman sentyabrgacha uzaytirildi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Rasman Putin amnistiya muddatini sentyabrgacha uzaytirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiyada noqonuniy ravishda bo'lib turgan xorijiy fuqarolar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga o'z huquqiy maqomini rasmiylashtirish yoki mamlakatni tark etish uchun berilgan muddatni 2025-yil 10-sentyabrgacha uzaytirdi. Prezident farmoni huquqiy aktlar nashri portalida e'lon qilindi. Bundan avval 2024-yil dekabrda Putin imzolagan farmonga ko'ra, migrantlar 2025-yil 30-aprelgacha huquqiy maqomini tartibga solishi kerak edi. Yangi farmon bilan bu muddat yana uzaytirildi. Farmonning yangilanishi haqida avvalroq Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi xabar bergan edi. Rossiyada 2024-yil bahoridan boshlab migratsiya siyosati kuchaytirildi. Shu doirada 2024-yil dekabrda qabul qilingan farmonda ham migrantlarga huquqiy maqomini belgilangan muddat ichida rasmiylashtirish talab qilingandi. Migratsiya agentligi Rossiyada ishlab yurgan, ammo hujjatlarda kamchiligi bo'lgan barcha o'zbekistonliklarga huquqiy amaliy yordam ko'rsatishga tayyorligini bildirdi. Delegatsiyaga doir savollar bilan quyidagi telefon raqamlariga va Telegram orqali huquqiy yordam uzbotga murojaat qilish mumkin. Migrantlar soliqqa tortilmaydigan bo'ldi. Yodingizda bo'lsa, joriy yilning 1-aprel kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiya agentligida o'tgan matbuot anjumanida Soliq qo'mitasi raisi o'rinbosari Mubin Mirzayev bironta jismoniy shaxs o'z daromadini kamaytirib, o'zgartirib yoki soliqdan qochish imkoniyati bo'ladigan tizimni yaratmaymiz. Bu nafaqat O'zbekistonda, chet elda olgan daromadlarni ham soliqqa tortish tizimini ikki tomonlama soliqqa tortish. Agar u davlatda soliqqa tortilgan bo'lsa, agar O'zbekiston rezidenti bo'lsa, u O'zbekistonda to'lash kerak. Agar O'zbekiston norezidenti u tomonda to'lagan bo'lsa, biz uni inobatga olamiz. Amaldagi qonunchilikka ko'ra jismoniy shaxslarni ham to'liq soliqqa tortish tizimini takomillashtirib joyiga qo'yamiz, degan edi. Mirzayevning aytganlari ijtimoiy tarmoqlarda keng jamoatchilik, ommaviy axborot vositalarida muhokamalarga sabab bo'lib, endilikda O'zbekiston xorijdagi migrantlarni ham soliqqa tortadi deya anglashiga sabab bo'ldi. Boisi Mirzayev so'zlarida rezident va norezident tushunchalari xorijdagi o'zbekistonliklar deganda kimlar nazarda tutilganiga izoh bermagan edi. Davlat soliq qo'mitasi esa migrantlarning soliqqa tortilishi sifatida tushunayotgan ushbu fikrlarni izohlab, bunday reja mavjud emasligini ma'lum qildi. Soliq qo'mitasi matbuot kotibi Dildora Hoshimovaning Qalampir.uz'ga bildirishicha, agar O'zbekiston fuqarosi xorijda ishlagan bo'lsa va u soliq norezidenti deb tan olinsa, yaqin yil davomida 183 kundan kam vaqt O'zbekistonda bo'lsa, u holda xorijda ishlab topgan daromadi qaytganidan keyin soliq to'lamaydi. Chunki bunday daromad O'zbekistondagi manbalardan olinmagan va Soliq kodeksining 364-moddasiga muvofiq bunday daromadlarga soliq solinmaydi. O'zbekiston fuqaroligi o'z-o'zidan soliq to'lash majburiyatini keltirib chiqarmaydi. Bunga asosiy mezon soliq rezidenti yoki norezidenti ekanligidir. Agar O'zbekiston fuqarosi xorijda ishlagan bo'lsa-da, O'zbekistonda 12 oylik ketma-ket davr ichida 183 kundan ko'proq bo'lib soliq rezidenti maqomini saqlab qolgan bo'lsa, xorijda topgan daromadidan O'zbekistonda soliq to'laydi. Lekin bunda ham agar o'sha daromaddan xorijda soliq to'lagan bo'lsa, qaytadan to'lamaydi. Uni hisobga olish huquqiga ega bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, xorijiy davlat bilan ikki yoqlama soliqni oldini olish to'g'risidagi xalqaro shartnoma asosida xorijda to'langan soliq O'zbekistonda hisobga olinadi va bu daromadlar O'zbekistonda soliqqa tortilmaydi, deydi Soliq qo'mitasi vakili Dildora Hoshimova.
Kemerovo markazida qurilayotgan madaniy klasterda 46 yoshli erkakning jasadi topilgani yuzasidan dastlabki tergov boshlandi. Migrantning o'limi sabablari o'rganilmoqda, deb xabar bergan Kuzbas tergov qo'mitasi matbuot xizmati. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, erkak taxminan 15 metr balandlikdan yiqilib voqea joyida vafot etgan. Putin tashabbusi bilan tashkil etilgan madaniy klaster qurilishi bo'yicha ishlarni olib borayotgan Stroytransgaz kompaniyasi guruhi matbuot xizmati kafolat faktini tasdiqlab, erkak betoni bo'ylab ishlaganini aytgan. Avvalroq marhumning jasadi uning hamkasblari tomonidan topilganida uni oxirgi marta tirik holda 5-qavatda ko'rishgani ma'lum bo'lgan. Chet elga ketayotgan o'zbekistonliklar ogohlantirildi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ahror Burxonov O'zbekiston fuqarolarini chet elga chiqishdan oldin barcha zaruriy hujjatlar, qonuniy talablar va tashkiliy masalalarga to'liq aniqlik kiritishga chaqirdi. Burxonovga ko'ra, so'nggi paytlarda ayrim fuqarolar xorijga chiqishda turli muammolarga duch kelayotgani, ayniqsa hujjatlarda kamchiliklar, mehnat shartnomalarida noaniqliklar yoki xorijdagi noqonuniy faoliyatlar oqibatida murakkab holatlarga tushib qolganligini kuzatilmoqda. Shu boisdan TVoice chet elga safar qilishdan oldin quyidagilarga e'tibor qaratishni so'ragan. Borilayotgan mamlakatning vizasi, migratsiya tartib-qoidalari va boshqa qonunchilik talablarini diqqat bilan o'rganish. Agar ishlash uchun borilayotgan bo'lsa, mehnat shartnomasi qonuniy yoki rasmiy ekaniga ishonch hosil qilish. Xorijiy shaxslar yoki firmalar orqali taklif etilgan ish yoki o'qish imkoniyatlarini rasmiy resurslar orqali tekshirib ko'rish. Oila a'zolaringizni va yaqinlaringizni safaringiz haqida xabardor qilib hamda zarurat bo'lsa diplomatik vakolatxonalarimiz bilan bog'lanish ma'lumotlarini oldindan bilib oling. Tashqi ishlar vazirligi sizning huquqlaringizni himoya qilish va xavfsizligingizni ta'minlash bo'yicha doimiy ish olib boradi. Biroq har bir fuqaroning ongli va mas'uliyatli yondashuvi muhim kafolatlardan biridir, deydi xabarda TIV matbuot kotibi. Diqqat, Rossiyadagi migrantlar uchun ajoyib xushxabar. Endi 10 sentyabrgacha ruxsat berildi. Amnistiya 10 sentyabrgacha uzaytirildi. Rossiya hukumati noqonuniy yurgan chet el fuqarolarining hujjat olishi mumkin bo'lgan amnistiya muddatini 2025-yil 10 sentyabrgacha uzaytirdi. Bu haqda Sputnik Qirg'iziston agentligi Qirg'iz Respublikasi Tashqi ishlar vazirligiga tayanib xabar bermoqda. Ma'lum bo'lishicha, amnistiyaning uzaytirilishi boshqa davlatlar fuqarolari bo'lgan muhojirlarga ham tegishli. Ya'ni Rossiyada hujjatsiz yurgan barcha muhojirlar 10 sentyabrgacha o'z huquqiy maqomini deportatsiya xavfsiz to'g'rilab olishlari mumkin. Ilgari Rossiya prezidentining 2024-yil 31 dekabrda e'lon qilingan farmoniga ko'ra, hujjat olishning oxirgi muddati 30 aprel deb belgilangan edi. Amnistiya haqidagi farmon rasman 2024-yilning 31 dekabrda amal qilsa ham, hujjatlar qabuli faqat joriy yilning mart oyidan boshlandi. Bunday kechikish natijasida hujjat rasmiylashtirishni xohlovchilardan iborat katta navbatlar paydo bo'ldi. Migratsiya markazlari va Rossiya Ichki ishlar vazirligining migratsiya bo'linmalarida navbatlarning ko'payishi oqibatida bir qator shaharlarda tartibsizliklar kuzatila boshladi. Qirg'iziston TIV vaziri o'rinbosari Almas Imangaziyev avvalroq respublika Moskvadan mavjud vaziyatni hisobga olgan holda hujjatlarni uzaytirishni so'raganini ma'lum qilgan edi. Amnistiyaning uzaytirilishi kutilgan bo'lishiga qaramay, muhojirlarga soddalashtirilgan tartibda hujjat rasmiylashtirishni kechiktirmaslik tavsiya etiladi. Rossiyada qonuniy bo'lish uchun asos bo'luvchi hujjatlarni imkon qadar tezroq olish muhim. Bu orqali qonun bilan bog'liq muammolarning oldini olish va mamlakatda xavf-xatarsiz qolishni ta'minlashga erishish mumkin. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 23 aprel kuni Samarqand shahrida amaliy tashrif bilan mamlakatimizda bo'lib turgan Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Uchrashuv avvalda yuqori martabali mehmon davlatimiz rahbari Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putinning salomi va eng ezgu tilaklarini yetkazdi. Suhbatda O'zbekiston-Rossiya do'stlik, keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini oliy darajada erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish nuqtai nazaridan yanada mustahkamlashning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi.
Barcha yo'nalishlarda faol muloqotlar va sermahsul almashinuvlar olib borilayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Tovar ayirboshlash va investitsiyalar hajmi oshmoqda. Hududlar va yetakchi sanoat korxonalarining kooperatsiyasi kuchaymoqda. Madaniyat, san'at, fan, ta'lim, sog'liqni saqlash, sport va turizm sohalarida hamkorlik kengayib bormoqda. Tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik masalalar yuzasidan ham fikr almashildi. Uchrashuvda migratsiya haqida ham so'z bordi. Migrantlarni Rossiyaga jo'natishdan oldin tayyorlash kerak. Biz mehnat muhojirlar sonini qisqartirish tarafdori emasmiz, ammo ularni Rossiyaga jo'natishdan oldin rus tili, Rossiya qonunchiligini va xorijiy fuqarolar uchun tartib-qoidalarni yetarli darajada bilishini ta'minlash kerak, dedi Sergey Lavrov. Shuningdek, Rossiya TIV rahbari O'zbekiston bilan migrantlar tomonidan ko'p yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan qoidabuzarliklar haqida ham so'z bordi. Rossiya Tashqi ishlar vazirining so'zlariga ko'ra, migrantlar sonini qisqartirish Rossiya manfaatlariga javob bermaydi. Uning aytishicha, Baxtiyor Saidov bilan ushbu sohada o'zaro hamkorlik qilish uchun xavfsiz va tartibli sharoitlar yaratish zarurligi muhokama qilingan. Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Samarqandga tashrifi yakunlari bo'yicha yakunlangan matbuot anjumanida Yevropa Ittifoqini Rossiyaga qarshi kun tartibini ilgari surayotganlikda aybladi. Migrantlarning bolalariga Rossiyada bo'lish muddati uzaytirilmagan bo'lsa, nazorat ostidagi shaxslar ro'yxatiga kiritiladi. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vazirligi migratsiya masalalari bo'yicha bosh boshqarmasi TASSga ma'lum qildi. Agar voyaga yetmagan muhojirlarning farzandlari belgilangan tartibda vaqtincha bo'lish muddatini uzaytirmasa va u Rossiya Federatsiyasi hududida noqonuniy bo'lib turgan deb topiladi va avtomatik ravishda nazorat ostidagi shaxslar reyestriga kiritiladi, deyiladi xabarda. Ichki ishlar vazirligining aniqlik kiritishicha, Rossiyaga voyaga yetmagan bolalari bilan kelgan muhojirlar o'z farzandlariga nisbatan migratsiya qonunchiligiga rioya qilish uchun to'liq javobgardir. Shu jumladan migrantlarning bolalari migratsiya ro'yxatida turishi agar RVP yoki VNJ mavjud bo'lsa, tegishli ravishda ro'yxatdan o'tkazilishi, 6 yoshdan boshlab esa davlat dastilloskopik ro'yxatidan o'tishi va fotosuratga olinishi kerak. Bundan xulosa qilish kerakki, migrantlarning bolalariga ham registratsiya vaqtida qilinishi va uzaytirib berilishi kerak. Aks holda bolalar ham maxsus reyestrga kiritiladi. Maxsus bolalar reyestriga tushgan muhojirlarning farzandlari qanday cheklovlar bilan yuzlanishi bo'yicha hech qanday ma'lumot mavjud emas. Eslatib o'tamiz, qonunchilikka ko'ra migrantlar farzandlariga o'z patentlari yoki RVP yoki VNJ hujjatlari asosida registratsiya qilib berib uzaytirib borishlari mumkin.